Assalomu alaykum, hurmatli Sof tibbiyot kanali kuzatuvchilari. Qisqa muddatli tanaffusdan so'ng Sof tibbiyot jamoasi qandli diabetga to'xtalishga qaror qildi. Qandli diabetning turlari, unga tabiiy qanday vositalar ta'sir qilishi mumkin va uning qanday qilib yechim bilan yashash mumkinligi haqida to'xtalib o'tamiz. Bugungi videomizda siz qandli diabetni nima ekanligini, uning turlarini, undan tashqari qandli diabet bilan qanday yashash mumkin, qandli diabetda non birligi nima va qandli diabetda mo'jizaviy preparatlar qanday ta'sir qiladi hamda insulinoterapiya qachon qilinadi yoki insulinoterapiya kerakmi degan savollarni javobini berib o'tamiz. Qandli diabet bu aynan bir tur kasallik emas. Qandli diabet bir nechta shakllarga bo'linadi. Shunchaki u qon tarkibida glyukoza miqdorining oshib ketish jarayoni hisoblanadi va buning kelib chiqishiga ko'ra turlari mavjud. Birinchi tip, ya'ni birinchi tur diabet. Ikkinchi tur diabet. Tur diabet deganimizda aynan diabet so'zini lotinchadan tarjima qilganimizda boshdan o'tkazish degan ma'noni anglatadi. Qandli so'zi esa aynan qand miqdori ko'payib ketgan jarayonni boshdan o'tkazish deganidir. Hamda uning bir nechta sabablari bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi tur diabetda bizning oshqozon osti bezini Langerhans orolchasida umuman insulin ajralmaydi va beta hujayralardan ajralmagan insulin yo'qligi tufayli qonda glyukoza miqdori oshib ketadi. Ikkinchi tur diabetda esa bu juda ham murakkab narsa. Buni video davomida alohida tushuntirib o'tamiz. Qandli diabetning statistikasiga qaraydigan bo'lsak, 20 yoshdan 79 yoshgacha bo'lgan odamlar yer yuzida 583 millionni tashkil qiladi. Bu ma'lumot 2024-yilning ma'lumoti va aynan mana shu narsa har 10 kishidan bir kishi, ya'ni yoshi kattalar orasida har 10 tadan bittasi qandli diabet bilan og'rigan degan xulosani beradi. Undan tashqari 0 yoshdan, ya'ni tug'ilgandan boshlab diabet bilan og'rigan bolalar ham bor. Bular asosan qandli diabetning birinchi turi bilan og'riydi va ular tug'ma holatda oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarish funksiyasidan mahrum bo'lib tug'ilishgan yoki keyinchalik xuddi shunaqa jarayon ketadi. Aynan bu autoimmun jarayon hisoblanadi. Ikkinchi tip qandli diabet esa insulin miqdori anchagina yetarli bo'ladi, faqat bu narsani hujayralar qabul qilmasligi mumkin yoki insulin molekulalarida o'zgarish sodir bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bizning tanamiz insulinni hujayralarimizga kiritib bera olmaydi va natijada qon tarkibida glyukoza ko'tarilib ketadi. Undan tashqari qandli diabet 2045-yilga borib butun yer aholisining 780 milliondan ortig'ini egallashi mumkin degan prognozlar mavjud. Ya'ni kelajakda bu kasallik kengayib bormoqda. Nimaga? Chunki hozirda biz glyukoza yoki shirinliklarni iste'mol qilamiz. Umuman olganda diabetning birinchi tur va ikkinchi turdan tashqari bizda bir nechta spetsifik turlari mavjud. Ularning birinchisi bu genetik buzilishlar natijasida hosil bo'ladigan diabet. Ikkinchisi esa gestatsion diabet. Gestatsion diabet bu aynan homiladorlarda uchraydi. Undan tashqari oshqozon osti bezi kasalliklari bilan sodir bo'ladigan diabetik holatlar ham mavjud. Aynan pankreatit, ya'ni oshqozon osti bezining yallig'lanishi natijasida bu kasallik rivojlanib ketishi va pankreatit davolanishi bilan bu holat yana o'z normasiga qaytishi mumkin. Shuni nazarga olgan holatda albatta qonda glyukoza ko'tarilib ketishi bilan men diabetga chalindim degan xulosani qilish kerak emas. Buning uchun endokrinolog shifokorga uchrashish kerak va uning tavsiyalariga qat'iyan rioya etish kerak. Qandli diabet holatida inson tanasida 6 ta muhim narsa sodir bo'lishi mumkin. Birinchisi bu tez charchash, ikkinchisi og'iz qurishi, uchinchisi tananing vaznini kamayib ketishi, to'rtinchisi ko'rish qobiliyatining pasayishi, beshinchisi siydik yoki terida infeksiyalar paydo bo'lishi, ya'ni sistit jarayonlari. Oltinchisi esa vaznning haddan tashqari ko'payishi yoki haddan tashqari o'zidan o'zi tushib ketishi. Bunday holatlarda siz albatta qandli diabet uchun qon topshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda qisqa tavsiya: agarda siz o'zingizda ushbu yuqoridagi holatlarni sezayotgan bo'lsangiz, laboratoriyaga qon topshirishning qoidalari haqida to'xtalib o'taman. Birinchi navbatda och qorinda ertalab 2 kun davomida parhez qilgan holatda borish kerak va buni natijasida biz haqiqiy qondagi glyukoza miqdorini bilib olamiz. Undan tashqari glyukoza testdan o'tish kerak. Bu laboratoriyaga qon topshirilgandan keyin yana maxsus shirinlik yeyiladi va undan keyin yana qon topshiriladi.
Ya'ni sizning tanangiz glyukozani qanday darajada o'zlashtirib olayotganligi haqidagi ma'lumotni beradi. Uchinchi topshiriladigan narsa bu glikerlangan glyukoza hisoblanadi. Aynan glikerlangan glyukoza bu sizning tanangizda bir necha oy davomida qand qanday o'zgarganligini tushuntirib beradi. Bu 3 ta ma'lumot asosida endokrinolog sizga tashxis qo'ya oladi. Qand, ya'ni glyukoza bizning dushmanimizmi? U qachon bizga dushman bo'lishga ulgurdi? Aslida glyukoza umuman dushman emas. Bizning tanamizda glyukoza normada albatta mavjud bo'lishi kerak. Agar glyukoza miqdori tushib ketadigan bo'lsa, bu glikogenni tushib ketishiga va bizning tanamizda energiya taqchilligi yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Glyukoza bizning tanamizdagi hamma energiyaning shakli hisoblanadi. Bizning tanamiz faqatgina glyukozani parchalash qobiliyatiga ega. Va bu bilan bizni tanamizda metabolik jarayon sodir bo'ladi. Misol uchun siz oqsil yeydigan bo'lsangiz ham, yog' yeydigan bo'lsangiz ham, u baribir uglevodga, ya'ni glyukozagacha parchalanib boradi. Bu fanda Krebs sikl deb ataladi. Bu natijasida bizning tanamiz oziqlanadi. Endi mana shu joyda to'xtalamiz. Glyukozani o'zlashtira olmaydigan holatimiz bu qandli diabet deyiladi. Va bu jarayonda bizning tanamizga kerakli bo'lgan gormon, ya'ni insulin kerak. Insulin agar yetarli miqdorda bo'lmasa yoki u nogiron insulin bo'ladigan bo'lsa, molekulyar jihatdan u qandni energiyaga aylanishiga to'sqinlik qiladi va u energiyaga aylana olmagan holatida qolib ketadi va natijada uni konsentratsiyasi qonda ko'payadi. Bu jarayon esa patologik holat hisoblanadi. Qandli diabet o'zi aynan 100% bir kasallik emas, lekin ko'plab kasalliklarning sababchisi bo'lishi mumkin. Qandli diabet oqibatida to'qimalarning mo'rtlashishi yuzaga keladi. Bu esa bizning tanamizda ko'plab yaralarni bitmasligiga, hattoki oyoqda qorason kasalligining rivojlanishigacha olib borishi mumkin. Qandli diabetni birinchi va ikkinchi turlari orasidagi farqni tushundik. Endi esa ikkinchi turni o'ziga to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi tur bu nasliy moyillikdan yuzaga keladi va inson tanasida insulinni haddan tashqari ko'p va o'zlashtirilmasligi natijasida glyukoza miqdori ko'tarilib ketadi. Va shuni natijasida bizni tanamiz mo'rtlashib, to'qimalarda qand miqdori oshadi. Bunga qarshi chora yagona faqatgina maxsus preparatlar, ya'ni metformin va shunga o'xshagan preparatlarni muntazam ravishda iste'mol qilish hamda yaxshi insulinni tashqaridan qabul qilish hisoblanadi. Insulin terapiya haqida hozir to'liq ma'lumot beraman. Insulin terapiya bu o'zimizda yaxshi chiqarilmayotgan insulinni tashqaridan qabul qilish degani. Birinchi tip qandli diabet faqatgina insulin olishga majbur, chunki ularning tanasida umuman insulin mavjud emas. Ikkinchi tip diabetda esa GLP retseptorlariga ta'sir etuvchi moddalar yoki undan tashqari insulin terapiya ham qilish mumkin. Undan tashqari metformin sostaviga o'xshaydigan, ya'ni o'sha tarkibli preparatlardan foydalanish kerak. Buni endokrinolog shifokor sizga aynan miqdorni o'zgarishlariga qarab turib moslashtirib beradi. Va natijada sizda qandli diabet holatini yengib o'tish uchun maxsus ko'rsatmali yo'lingiz bo'ladi. Lekin eng muhim narsa bu uglevodlarni cheklash. Chunki qandda tez uglevodlar miqdori ko'tarilib ketadi va buning natijasida insulin ta'sir etguncha sizda vaqt bo'lmaydi. Shuning uchun tez uglevodlarni cheklash juda ham muhim. Bu uchun non birligi atamasidan foydalaniladi. Non birligi atamasi. Non birligi atamasi bu ikki bo'lak nonning bizga beradigan uglevodlar qiymatidir. Va shunga asosan biz uglevodlarni tanamizga kiritishimiz kerak. Masalan, bir dona manti 4 non birligiga teng bo'ladi. Shuning uchun biz qancha non birligi iste'mol qilishimizni, kuniga qancha miqdorda insulinimiz yeta olishini tushunishimiz kerak. Va natijada biz tanamizni to'g'ri oziqlantiramiz hamda uglevodlarni oshib ketishidan saqlab qolamiz. Bu esa diabetni rivojlanishidan saqlaydi. Shuning uchun diabetik holatda parhez eng muhim davo chorasi hisoblanadi va unga qat'iy rioya qilish kerak. Shunda umuman muammolar bo'lmaydi. Qandli diabetni davolash va ozdirish uchun hozirda ko'plab preparatlar mavjud. Bularning biri Ozempic hisoblanadi. Ozempic tez ozdirish uchun ishlatiladi yoki qandni miqdorini tushirish uchun GLP retseptorlariga ta'sir qiladi. Va buni natijasida bizning tanamizda insulin ishlab chiqarilishi rag'batlanadi va qand miqdori ancha kamayadi. Natijada immunitet kuchayadi va bizning tanamiz to'g'ri ozadi hamda insulinni to'g'ri miqdorda ajratishni boshlaydi. Bu esa eng yaxshi davolash usullaridan biri, lekin uni albatta endokrinolog shifokorning tavsiyasi va nazorati ostida qilish kerak.
Qandli diabetda yordamchi moddalar yoki farmakognoziya, ya'ni o'simliklar qachon yordam beradi? Qandli diabetning turiga bog'liq. Ya'ni birinchi tip qandli diabetda umuman hech qanday preparat insulindan boshqa ta'sir etmaydi. Ikkinchi tur diabetda esa ko'plab o'simliklar mavjud. Masalan, ularning biri bu berberin hisoblanadi. Berberin inson tanasidagi glyukoza miqdorini pasaytirish va insulina resistentnost, ya'ni insulinga chidamlilik xususiyatini ancha kamaytiradi. Buning natijasida qandli diabetga yordam sifatida bu moddadan foydalanish mumkin. Undan tashqari ko'plab xrompikalinat va shunga o'xshagan mineral moddalar bor. Bu esa insonni ishtahasini bloklash va ishtahani kamayishi natijasida uglevodlarning kirishini to'xtatishi mumkin. Undan keyin ko'plab reklamalarda aytilayotgan mana bu dori deb aytilayotgan narsalar ko'psi yolg'on hisoblanadi. Chunki bu preparatlar deyarli inson tanasida qandni sezilarli darajada tushirib bermaydi. Shuning uchun qandli diabetni tushirish uchun 3 ta narsaga rioya qiling. Birinchisi bu parhez, ikkinchisi bu jismoniy faollik, uchinchisi esa to'g'ri preparatlarni tanlash. Misol uchun siz shifokoringiz maslahati asosida asosiy preparatlarni oling va yordamchi preparatlarni uni yana ham ta'sirini yaxshilash uchun ishlatishingiz mumkin. Bularga berberin, xrompikalinat hamda ko'plab mineral moddalar, misol uchun benfotiamin kabi vitamin moddalari yordam beradi. Undan tashqari, masalan, ko'plab o'simliklar qand o'rnini almashtiruvchi moddalar, ya'ni stevia shakari yoki boshqa narsalar shunchaki bizni shirinlikka bo'lgan ehtiyojimizni aldash hisoblanadi. Bu umuman qandli diabetga yordam bermaydi. Lekin alohida xalq tabobatida ipak qurti damlamasi va hokazo shunga o'xshagan preparatlar mavjud. Lekin bularning hammasi tasdiqlangan emas. Chunki bularni 100 ta qandli diabet odam deydigan bo'lsak, ikkinchi tip ulardan bor yo'q 10 tasiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu preparatlarni ishlatayotganda individuallik xususiyatlariga e'tibor bering. Ko'plab tomoshabinlarimizning talab va istaklariga binoan sizga mos keladigan preparatlarni, ya'ni xrompikalinat, berberin va benfotiamin kabi yordamchi mahsulotlarni ushbu manzildan xarid qilib olishingiz mumkin. Ushbu manzilga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali murojaat qiling. Sof tibbiyot jamoasi sizni doimo sog'lom bo'lishingizni istaydi. Shuning uchun bizni videolarimizni o'tkazib yubormang. Hamda bizning sahifamizga Instagram va YouTube sahifalarida obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmasini bosing. Chunki bizning yangi chiqayotgan videolarimizni YouTube sizga ko'rsatishi uchun va eng kerakli ma'lumotlar Sof tibbiyot kanalida.